Qara polvon, grudda ham tepa qismiga ishlaymiz. Men grudda endi men pastki qismiga men sal oldiroq o'tirib olib, grudga ob'yom berish uchun mana buni ham qilgan. Qara, shu gap. Azza fitga kelaver. Cho'tki bo'ladi. Akram aka, mana vizit tashlagan edingiz. Mana sizga vizit. Har kuni press qilsam, kubiklarim chiqadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Chunki press chiqish uchun bir nechta jarayon sodir bo'lishi kerak. Birinchi o'chirda biz ovqatlanishimizni to'g'rilaymiz, uyqumizni to'g'rilaymiz, keyin kuch mashqlarini, ya'ni tosh bilan, gantel bilan ishlaymiz va kardio mashqlarini ham qo'shamiz. Ana shularni hammasini jamlaganda tanadan yog' erishi boshlaydi. Har xil gaplarga ishonmanglar. Foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana shu profilga obuna bo'lib qo'ying.